Assalamu alaykum hürmetlik savoqdoshlar. Tayba darsxonamizga xush keldinglar. Biz bugun fiqh darsimizning 16-darsini o'qiymiz. Biz ilgirki soatlik darslarimizda namozning shartlari haqida to'xtaldik. Ya'ni tahorat haqida to'xtaldik. Uningdan keyin duxulul vaqti, vaqtning kirish haqida to'xtaldik. Uningdan keyin 3-shart bo'lgan sitrul avra, uningdan keyin 4-shart bo'lgan istiqbolul Ka'ba, uningdan keyin 5-shart bo'lgan niyat haqida to'xtaldik. Endi biz bugün namazning farzlari keldik. Ya'ni namazning ichida qilmasak bo'lmaydigan, agar qilmay qolib qolsak namozimiz ado topmaydigan ishlar haqida to'xtalamiz. Unda bo'lsa biz darsimizni boshlaylik. Bismillahirrohmanirrohim. Faroidus salat. Namozning farzlari. Faroid farzning ko'pligi, farz deganimiz bir ishning vujudga chiqishi, uningga qarashliq bo'lgan. Ammo shu ishning mohiyatining bir qismi bo'lgan ishlar degan edik. Ona olsa namazning qancha farzlari bor sanglar, namazning 6 farz bor. Ular qaysi? Birinchisi at-tahrimatu qoiman. O'ri turib namozga kirish. Biz namoz qanday kiramiz? Allohu akbar deyish orqali va qo'limizni ko'tarish orqali. Bu yerdagi farz bo'lgani qaysi? Namozga kirish. Namozga kirish. Ikkinchi sharti al-qiyam, o'ri turish. Bu namozning bir farzi. Bir odamning hech qanday o'zrisi yo'q, kasal emas. Bundaq holatda o'ri turmay namoz o'qigan bo'lsa, namozni ado etmaydi. Uchinchisi qiroat qilish. Bu sura Fatiha o'qish deganlik emas. Sura Fatiha olsun bo'ldi, boshqa oyat olsun bo'ldi. Shiqib namozda Qur'ondan eng oz bo'lganda 3 oyat o'qish bu namozning farzi. Undan keyin ruku qilish. Ruku qilgan vaqtimizda buningda takbir va tasbih va qaysi bizning inishimiz, ya'ni do'ng'ishimiz, harakatimiz. Bu yerda farz o'g'li. Undan keyin sujud, 2 sajda. Bundan keyin harakatimiz, ya'ni do'ng'iyib sajda qilishimiz. Undan keyin oxirgi o'ltirish. Qanchalik o'ltiramiz? Tashahhud miqdori. Eng oxirgi o'ltirishda at-tahiyyatni o'qib bo'lg'uchilik bir miqdorda o'ltirish namozning farzi. Mana bu namozning 6 farzi, yuqorqi ishlarning biri tushib qolsa, namozimiz ado topmaydi. Endi namozning yana vojibatlari bor. Ya'ni qilmasak bo'lmaydigan, agar tushib qolsa, sahv bilan to'liqlig'i bo'ladigan. Ammo bir odam uni qasdan yoki sahvan tashlab, sahv qilmasa-mu, namoz ado topadi, lekin gunohkor bo'ladi. Namozi komil bo'lmaydi. Unda o'z bu namozning vojibatlari qaysi desang, namozning vojibatlari birinchisi namozni Allahu akbar degan lafz bilan boshlash. Biz tahrim degan edik-ku. Allahu akbar deb namozga kirish deb. Endi namozga Allahu akbar deb emas, Allahu a'zam deb kirishchi. Imom Abu Yusufning qarshida bu to'g'ri ado topadi. Ammo Allahu akbar degan lafzining o'zi bilan boshlash bu vojib. Ikkinchisi qiroatul Fatiha, sura Fatihani o'qish. Namozda qandaq bir oyatni o'qish farz bo'lsa, sura Fatihani o'qish vojib. Chunki payg'ambar alayhisalom la salata liman lam yaqra Fatiha degan. Ya'ni Fatiha o'qimagan namoz emas, ya'ni komil namoz emas degan. Uchinchisi sura Fatihadan keyin bir sura o'qish. Rasululloh buni hayotda tashlab qo'ygan emas. Ya'ni sura Fatiha o'qigandan keyin bir sura o'qish yoki oyat o'qish. Farz namozlarninki avvalgi 2 rakatida sura o'qish. Ya'ni 4 rakatlik farz namozlarninki, masalan, xuftanning farz namozida eng avvalgi 2 rakatida qanday o'qish? Qiroat qilish. 2 rakatida. Masalan, biz birinchi qiroatni farz deb o'qishindaqo. Bir odam 4 rakatlik namozning birinchi rakatida qiroat qilibdi, 3 rakatda qiroat qilmagan bo'lsa, masalan, bu odam namozi ado topadi deymiz. Nimishqa farz bu yerda qilindi. Ammo 2 rakatda 4 rakatlik namozning 2 rakatda qiroat qilgan bo'lsa, bu odam ham farzni, ham vojibni ado qilgan bo'ladi. Agar 1 rakatda qiroat qilgan bo'lsa, farzni ado qilgan bo'ladi, vojibni tashlagan bo'ladi. Ya'ni 2 rakatda qiroat qilish bu nima? Vojib. Taqdimul Fatiha ala qiraati sura. Fatihani sura o'qishdan ilgari qilish. Ya'ni Fatihadan keyin o'qiydigandan bag'o. Survag'o. Shu suralarni Fatihadan keyin o'qish bu vojib. Yuqorqi 4 rakatlik namozning 2 rakat sura o'qish degandan bo'lgan maqsad
Sura Fatiha mesela. Sura Fatiha'dan keyin sura o'qish. Undan keyin burun va peshonani sajdaga qo'yish. Sajda qilgan vaqtimizda burnimiz va peshonamizdan tegishi vojib. Undan keyin arkanlarda oldirmay, rahat holatda aromatchilik bilan o'qish. Al-itmon fil arkan deganimiz arkanlarda aromatchilik. Oldirmay o'qish. Tugutib bo'lib yana birini boshlash masalan. Al-qu'udul ula fi salatin thulathi aw ruba'iyya. 3 rakatlik yoki 4 rakatlik namozdagi birinchi o'ltirish. Ya'ni 3 rakat yoki 4 rakatlik namoz o'qigan vaqtimizda 2 rakat o'qib bo'lgandan keyin o'ltirimizga at-tahiyyatuda. Shu o'ltirish vojib. Undan keyin qira'atut tashahhud fil qu'udul ula. Avval. Endi birinchi o'ltirishda tashahhudni o'qish vojib. O'ltirishmi vojib? Tashahhudni o'qishmi vojib. Undan keyin oxirgi o'ltirishda 4 rakatlik namoz o'qib qolsa, oxirgi o'ltirish, 2 rakatlik namoz o'qib qolsa, ya'ni oxirgi o'ltirishda tashahhudni o'qish vojib. Oxirgi o'ltirishda o'ltirishchi farz. Tashahhud miqdori o'ltirish farz. Al-qiyam ila rak'ati thalitha min ghayri tarahin. 3 rakatlik yoki 4 rakatlik namoz o'qigan vaqtimizda 3-chi yoki 4-chi rakatga to'g'an vaqtimizda kechiktirmasdan o'rnimizdan turish. Bu vojib. Lafz assalam duna alaykum marratan fi akhir as-salat. Namoz o'qib bo'lgandan keyin assalomu alaykum va rahmatulloh, assalomu alaykum va rahmatulloh deb salom beramiz-ku. Mo'shin o'chidagi assalomni deyish vojib. Alaykumni deyish vojib emas. Buni deyish sunnat, ammo assalom degan gapni deyish bu nima? Vojib. O'ng so'l tarafimizga salom bergan vaqtimizda. Jahrul imam bil qira'a fi rak'atay al-fajr va rak'atayn al-ulayn min al-maghrib va al-isha deydi. İmam, ya'ni jamoat imomlar namoz o'qigan vaqtida bomdodning 2 rakatida va shomning va xutbamningki avvalgi 2 rakatlarida imomning unlik o'qishi jamoat o'qigan vaqtida vojib. Agar yolg'iz o'qib qolsa, bir odam yolg'iz o'qigan vaqtida bomdod namozni masalan unlik o'qiydigan namozlar ichida o'qishchi desa ixtiyor. İsrarul imam vel munfarid fi salati az-zuhr vel asr. İmam bo'lsin yoki yolg'iz o'qigan odam bo'lsin, peshin va asr namozini maxfiy o'qish. Vitrning qunuti va ikkayt namozining takbirlari bu vojib. İnsatul muqtadi iqtido qilgan odamning jim turishi va mutabiatul imom va imomga ergashishi, sajda qilsa sajda qilishi jamoat namozida. Bu vojib. Endi vojib degan nima edi? Vojib tashlansa nima bo'ldi desanglar, al-uqabu bi tarkihi amdan. Qasdan tashlagan bo'lsa jazolanadi. Lakin la tufsidu salat bi tarkihi. La tufsidu salatu bi tarkihi. Lekin uni tashlash bilan namoz buzilmaydi. Salsahu lozim bo'ladi. Va yajibu i'adatu salat bi tarkil vojib amdan. Bir vojibni qasdan tashlagan bo'lsa yoki sahvan tashlagan bo'lsa, namozni qayta o'qish vojib bo'ladi, agar salsahu qilmagan bo'lsa. Salsahu bilan to'liqlay oladi shunaqo. Endi salsahu qilmagan bo'lsa, qayta o'qish vojib bo'ladi. Agar salsahu qilmadi, qayta o'qimagan bo'lsa, va illam yu'idha, agar qayta o'qimagan bo'lsa, yakunu fasiqan atman. Fasiq gunohkor bo'ladi, ammo namozi ado topadi. Endi oxiri namozning sunnatlari berilgan. Namozning sunnatlari birinchisi raf'ul yadayn lit-tahrima hayda ar-rajul bi ibhami uduni va hayda al-munkibayn lil-hurra deydi. Ya'ni Allohu akbar namoz qilgan vaqtimizda qo'limizni shu ibham barmoqimiz bilan shu quloqimizningki tugichi akilish va ayollar shu dulusqa akilish, ya'ni hayza degan dulusning udulusqa akilish. İkincisi muqarrat ihram muqtadi li ihram imamihi. İqtido qilgan odamningki ihromi imomning ihromi bilan bil ulash kerak. Ya'ni imom Allohu akbar degan vaqtida ummatan Allohu akbar deb jub holatda, tang holatda ulash kerak. Wad'ul yadil yumna ala zahril yusra tahta as-surra. O'ng qo'lni so'ng qo'lningki dumbisi ustiga qo'yamiz, kindikning ostiga. Va ayol kishi ko'krikining ustiga qo'yadi. Undan keyin sana, ya'ni subhanakallahumma va ta'awuz lil qira'a, ya'ni qiraat o'qiganlik uchun a'uz billahi minash shaytonir rojim deyish va tasmiya va bismillah deyish maxfiy holatda sura Fatihani ilgari har bir rakatning avvalida bu sunnat.
Onundan keyin al-i'tidal inde ibtida'i tahrime ve intihaiha min gayri ta'tatar ras. Boyunni egmesden, yani tahrimiye qilib bo'lgandan keyin Allahu akbar deb qilamiz shundaqmi? Tahrimiye tugandan keyin beshimizni egmesden ruslanish bu sunnat. Cehril imam bit tekbir ve tesmi' ve selam. İmamның tekbir, tesmi' ve salamlarını ünlük o'qishi bu sünnet. Ürü tuğa vaqtimizda iki putimizni 4 barmaq miqdori kərib turush, ya'ni iki putimizning orlig'iga 4 barmaq patadigan darajada kərib turush bu sünnet. En tekuna sura ba'dal Fatiha min tawal mufassal fil fajr ve zuhr. Bamdod ve peşin namazlarda Sur Fatiha'dan keyin uzun surlarni o'qish sunnat. Asr ve xutbam namazida o'ttirhal surlarni o'qish sunnat. Sham namazida agar muqim bo'lsa, ya'ni musafir emas, muqim bo'lsa qisqa sura o'qish sunnat. Agar musafir bo'lib qolsa qaysini o'qisa bo'ladi. Undan keyin hamma namazda birinchi rakatni qiroatni uzun qilish sunnat. Ondan keyin takbirur ruku' va sujud. Yani rukuda, secdede Allahu Ekber deymiz-ku. Muşu tekbirlerinin hammasi sünnet. İlla fir raf'i minir ruku' fe yusunnu tesmi' ve tesbih fihima thalathan. Lekin rukudun tuğa vaktimizda Semi'allahu limen hamida deyişimiz sünnet ve tesbih fihima. Hem de sucud ve rukuda Subhan rabbiyal a'la, Subhan rabbiyal azim deyiş bu sünnet. Qo'lini rukuga tushgan vaqtida tizig'i qo'yish bu sunnat. Rukuda qo'lning barmoqlarini kərib turish, ayol kishi karamaydi. Bunda kərib turish sunnat. Rukuda dumbisini rus qilish, beshini tuz qilish bu sunnat. Ruku va sajdadan to'g'a vaqtida oldirmay, aromatchilik bilan o'rib turish bu sunnat. Oldi bilan tizni, ondan keyin ikki qo'lni, ondan keyin yuzni qo'yish sajdaga tushgan vaqtimizda bu sunnat. Sajdadan turgan vaqtda uning aksicha, ya'ni oldi bilan yuzimizni, ondan keyin qo'limizni, ondan keyin tizimizni ko'tarish bu sunnat. Ondan keyin kavni sujud bayna kaffayhi. Sajdaningki ikki qo'limizning o'rtasida bo'lishi va ikki qo'limizni shu mo'rimizning udulda qo'yishimiz bu sunnat. Er kishi qo'squ bilan yo'tisi o'ttirisini kengri bo'sh qo'yishi va ikki jaynikini ikki tarafda bo'sh qo'yishi sajdadagi holatida bu sunnat. Ondan keyin ayol kishi qo'sqini yo'tisiga sajdaga tushgan vaqtida qo'sqini yo'tisiga yemlab turishi bu sunnat. Chunki bu ayol kishini taxami yo'gaydi. İki secdenin o'ttirisida o'ltirish bu sunnat. İki secdenin o'ttirisida dua bizning Hanefi mazhabida sunnat emas. İki qo'lni ikki secdenin o'ttirisida o'tirgan vaqtida yo'tining ustiga qo'yish va tashahhud o'tirgan vaqtida yo'timizning ustiga qo'yish bu sunnat. Er kishi sol putni yeyib, o'ng putni tiklab, ya'ni o'ng putning barmoqlarini qiblaga qaratgan holatda o'ltirish, ikki sajdaning oralig'idagi o'ltirishda va tashahhudda o'ltirish, o'tirgan vaqtida shunday o'ltirish sunnat. Ayol kishining tavarruk o'ltirishi, ya'ni tavarruk o'ltirish deganimiz kasda o'ltirdi ayol kishi, ya'ni putni yon tarafga, ya'ni va tada'u ihda fakhayha 'ala al-ukhra. Bir yo'tisini, yana bir yo'tisiningki ustiga qo'yadi va sol putini chiqaradi. Nimasining ostidan, kasning ostidan. Shunday o'ltirishi bu sunnat. Al-ishara bis-sababi 'inda shahadat faqat. Shahodat tugan vaqtida ishorat qilish. Qanday ishorat qildi? Bi raf'iha inda la ilaha illalloh. La ilaha degan vaqtida ko'taradi qo'lni va wad'iha inda la illalloh. Illalloh degan vaqtida qo'lni qanday qiladi? Qo'yadi. Qira'atul Fatiha fima ba'da rak'atayn al-ulayn. 4 rakatlik namozda oldingi 2 rakatdan keyingi 2 rakatda yoki 3 rakatlik namoz o'qib qolsa, oldingi 2 rakatdan keyingi rakatda sura Fatihani o'qish sunnat. Ondan keyin Allohumma solli alayhi o'qish oxirgi tashahhudda. Bu sunnat.
Ondan keyin Allohumma salli alayhi o'qib bo'lgandan keyin ma'sur duo bilan duo qilish bu sunnat. Ondan keyin ikkiga salom berib ikki tarafga qarash bu sunnat. Assalom deyish vojib shundaqo. İki tarafga qarashchi bu sunnat. İmam salom bergan vaqtida imomninki keyindagi namoz o'quvchilar, farishtalar va jinlarninki yaxshilarini niyat qilib turib salom berish sunnat. Masalan, salomni kimga beramiz? Assalomu alaykum degan keyingi jamoatni niyat qilib turib, farishtalarni, jinlarning yaxshisini. Am ixtido qadam qanday qildi vaqtda? Ixtido qadam kimni niyat qilib salom beradi unda bo'lsa desa, ixtido qilgan odam imomini va salom bergan tarafidagi kishilarni niyat qilib turib qanday qiladi? Salom beradi. Ayyan vel ma'mum ar-radd ala imamihi fi salam fil jihati allati huwa fiha. Ya'ni imomning o'ng tarafida bo'lib qolsa, masalan, assalomu alaykum va rahmatulloh deb o'ng tarafiga salom bergan vaqtida imom o'ng tarafida bo'lib qolsa, imomni niyat qiladi. Fa in kana fi jihati al-yamin nawafi. Agar bir odam yana bir tarafda bo'lib qolsa, imom qaysi tarafda bo'lsa, shu tarafga qarab, imom tarafga qarab vaqtida imomni niyat qiladi. Agar imom yo'q tarafga salom bergan vaqtida-chu, jinlarni, farishtalarni niyat qiladi. Ondan keyin yolg'iz namoz o'qigan odam farishtalarni niyat qilib salom beradi, masalan. Yolg'iz namoz vaqtida assalomu alaykum degan vaqtda kimga deymiz assalomu alaykum deb farishtalarga. Ondan keyin ikkinchi salomni birinchi salomdan pastroq beradi. Nimishqa bu salom boshqalarga namozdan chiqqanligini bildirish uchun bo'lgandan keyin birinchisi ulug' bo'lsa, ikkinchisi turoq bo'lsin bo'ldi. Ondan keyin salomi imom bilan teng bo'lishi kerak. Imom assalomu alaykum degan vaqtimizda teng berishimiz kerak. O'ng tarafdan boshlash bu sunnat. Ayyantadir al-masbuq firaq imamihi min salamihi thani. Oldiga chiqib ketgan assalomu alaykum degan vaqtida imom bilan teng salom berib baldiyoq qilayotgan bo'lsa, imom assalomu alaykum degan vaqtda baldiyoq salom berayotgan bo'lsa, ikkinchi salomni boshlashga imomni saqlash kerak. Imomdan burun assalomu alaykum deyotsa, bu sunnatga amal qilmagan bo'ladi. Nimishqa? Yana buning bir foyzi hatta ya'lam annahu laysa alayhi sujud. Agar assalomu alaykum deb imom salom bergan vaqtda bilasan berib, oldirab salom beribsa, agar sajda qildigan shop qolsa, bu namozdan chiqib qolgan bo'ladi. Shunga imomning ikkinchi qatam salom berishini saqlash kerak. Unda bo'lsa vaqtlar mana bu namozningki farzlari, vojiblari, sunnatlari. Tuvanda kun berildi. Sizlar buni ishlasanglar, bu sizlarga texmi o'zlashadi. Unda bo'lsa vaqtlar bizning bugungi darsimiz mush yerda oxirlashdi. Kelarki soatlik darsimizni ko'rishaylik. Assalomu alaykum. اطلب العلم أخي فهو درب به نور به ترقى به تحيا عالما حرا فخور اطلب العلم